Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1 oyda nashr qilgan roman Eli Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism 5-bob. Davomi. Şinjan garnizon shtabining qo'mondoni general Jang terikib o'z diviziya komandirini ayblagan kechasi Nizomiddin polki to'xtamay yo'l yurib, atagalliki uzun buloqqa yetib keldi. Uzun buloq yayloq, ikki tarafı chimanlik keng soy, qisma tog' gullari höppida ichilgan, kumush buloqlar qaynab turgan va soyda ancha cho'ng bo'lmagan tog' suyi toshdan toshga urilib eqib turgan joy. Salqın tağ şamallarının xushbo'y puraqlarni dimog'larga urishi, turli qushlarning yiqimliq sayraşları, sularning bir xil sharqirashlari jangchilarning yo'l azoblarini unutildirib, ularni hayajonlantirib etgan va ularning hissiyotlarini qo'zg'avatgan edi. Ular uyquni unutdi. Yuzlarini muzdek arambaxsh tog' suyida yuyishib, uzun buloqning go'zalligiga masligi kelib, hissiyotliq gaplarga tushib ketdi. Tabiatning go'zalligiga zo'qlanmaydigan kishi bo'lmasa kerak. Hammaning ko'zi gullarda, yop-yeshil qoptallarda, o'ynoq suvlarda, qalblarda hayajon, go'zallikni tomosha qilish, jirolarni kezish, o't-cho'plar ustida ig'inash, ko'ngillik. Bu yerdagi chorvachilar qo'y kalla so'yib, qozonlarda go'sht pishirayotdi. Lekin sho'rpining mazalik purqi hech kimning og'ziga suv keltirgani yo'q. Bo'lmasa kechicha yo'l yurib, hammaning qo'sqi ochgan. Anvar kun chiqish tarafga gul chechakka purkangan tog' qoptiliga chiqib yonpashlab yotdi. Tuvanda qiy-chuv qilishib yurgan jangchilarga qaradi. Ana, sho'x va gapdan hajar kimdu birsiga suv chechib qochdi. Ana, neriroqda Rayhon bilan Nodam o'chimlab suv ichishib, nimalarnidir deyishib kulishmoqda. Anvarning ko'z oldiga hamon o'rilqa keldi. U Gelapi shimining yanchuqidan bu yoqqa mangdigan chog'da o'rilqa yo'lliq tutgan tamaka xaltini, to'sh yanchuqidan qo'l yog'liqini oldi. Yog'liqqa bir jup po'raklagan gul kashlangan edi. Uning butun badaniga o't ketgandek bo'ldi. Yog'liqqa tikildi. O'rilqa qochirayotgan hiliqi kechini o'yladi. Shu anda yog'liqqa tikilib turganligini birsi ko'rib qolgandek qizirib ketdi-da, uni ishtik yanchuqiga silib oldi. Lekin uning yeniga hech kimmo kelmagan edi. O'zining shu ishidan shu an kuldi. Shuningdan keyin o'zini bearam qiladigan, qiynaydigan xiyollar uni ilkiga ilib olgan edi. U Yinjuxudagi vaqtida o'rliqadan xat topshirib olgan. Xatda mundoq deyilgan: "Qimmatlikim, meni sig'indingizmi? Men o'lgidek sig'indim. Dunyoda mening sizdan boshqa qimmatlik hech nimam yo'q. Siz mening baxtim, hayotim. Bu dunyoga kelib topgan boyliqim faqat siz. Urushlarmi tugar. Siz bilan yashasamla dunyoga kelganimga ming rozi bo'laman." Anvar mayuslandi, ig'ir tindi. "Bechora qiz", deb pichirildi u. "Menga ko'ygan, ishongan parvona qiz, ko'zingizdagi yoshlarni oxir bir kun quritaman. G'ulichimni kang yeyib, oldingizga g'olib komandir bo'lib boraman. Biz mangu birga yashaymiz." Anvarning qizg'ab berayotgan g'oyibona qasamlari uzildi. Tamoq yeyish signali chilinib qoldi. U tamoqni ishtahasizlik bilan yeb o'ltiratdi. Tuyuqsiz aeroplan ovozi anglandi. Sharq tarafdan g'arqirab kelayotgan ikki aeroplan ko'rindi. "Mo'kininglar, yo'ldoshlar! Dushmanning razvedka aeroplanlari keldi!" Xuddi o't cho'plar rangidagi kiyimlik jangchilar jim yetib oldi. Ikki aeroplan ularning ustida ikki aylanib, hech nimani ilg'a qilolmadi-da, kelgan tarafga, sharq tarafga burilib ketib qoldi. Bir to'p jangchilar Abduqodirni o'ttirga ilib, uzilib qolgan hikoyaning davomini anglash uchun suv bo'yiga kelishdi. Anvarmu bir besib, ikki besib ularning yiniga keldi. "Biz 10-15 minut ichida Maytog'dan uzilib chiqib ketdik", deb Abduqodir hikoyasini boshlagan edi. Shamoldek tez ilgirlab ketib borgan qismga o'q ovozlari barg'ansiri sus anglanatdi. Shuning bilan bizmo xotirjamlanib, keynimizga qaramay mangadigan bo'ldik. Uninggacha potayda o'q uzib qolgan 3 odamimiz 2 otga mingishib yetib keldi. Subhi ko'tarilganda tog' etikidagi bir jilg'a yetib keldik. Bu chog'da Maytog'dan 12 kilometrdek yiroqlab ketgan edik. Qism harg'an edi.
Dam oldik. Ba'zilar yotdi, ba'zilar yon boshladi. Qattiq quruq nonlarimizni yeyishdik. Qismning ko'pchiligi bu yerga nimish qilib qolganligimizni uqmaydi. Ularning mo'ldirlagan ko'zlari dam-dam Saytaxunga tikiladi. Komandir Saytaxun xushxo'y, mag'rur edi. Uning yuzlarida g'alaba shodligi jilvilinib turardi. Qo'zg'olonning a'zolaridami shundoq jo'shqin holat aks etib turardi. U qattiq jingmomidan birni yeb bo'lib, 2 yutum suv ichdida o'rnidan dast turib, "Birodarlar, qarindoshlar, qo'zg'olonchilar", dedi u jarangliq ovoz bilan. Uning og'zidan "Mundaq qo'zg'olonchilar" degan gap chiqmaydi-ku. U har qatim bundaq ko'tarangu yolqinliq sado bilan so'zlamaydi-ku. Uni shuncha hayajonga, to'lqinliq yurak sadosiga silayotgan qandoq kuchdi. U nimadan shuncha g'ururlanib ketgandi? Sirliq tuyg'uda andikkan askarlar uning og'ziga qarabla qilishdi. Saytaxunning jiddiylik, qaysarlik jilvalangan lavlari ichildi. Biz nijotlik izlab yo'lga chiqdik. Gomindandan qo'l uzdik. Uning qonxo'r hokimiyatiga o'q otdik. Vijdonimizni sotgan, o'z xalqimizga xoinlik qilib, sharmandalikda qolgan hayotimiz oxirlashdi. Endi boshqacha hayotga ko'chdik. Oldida ikki yinida o'ltirganlarga tekshi qarab, jiddiy harakat bilan so'zlayotgan komandirning yuzida yangidan ko'tarilib chiqqan kunning shuolasi jilva qiladi. O'ltirganlar o'z hayotida tunji qitim anglayotgan bu yangi gaplardan hayron qilishib, qimirlashib o'ltirolmay qilishgan va xuddi qafasdan qutulgan qushlardek jonlanib erkin nafas ilishmoqda edi. Uxlasa tushigimi kirmaydigan yangi yo'lga o'zlarini boshlab chiqqan bu idrokliq komandiriga qoyil bo'lishib, ichidan yonmoqda edi. Saytaxon so'zini davom qildi. Kunni etik bilan yopqil bo'lamdi. Biz anglab kelayotgan ili vaqasi hargizmi old o'g'rining ishi emaskan. U Gomindanga qarshi mardonlik bilan bosh ko'tarib chiqqan 100 minglagan xalqning inqilobi ekan. To'sib olg'il bo'lmaydigan bo'ron ekan. Ular hozir o'zining hukumatini qurib bo'pti. Mana paket, mana ularning gazeti. U qo'ynidan o'ygan gazetini ilib pulanglatdi. O'yg'on, o'yg'ininglar qarindoshlar. Bu jarangliq o'tkir sada hammaning yurak qatlamlariga xuddi nurdek quyildi va bu o'yg'atquchi sada hammaning yurak bag'rini to'lqinlatib, kuchli hayajonga soldi. Biz o'yg'on bilan o'yg'andik, dedi Saytaxon g'ayratlanib. Endi ili inqilobchilarini topamdiq yoki keynimizga chekinib, Gomindanga sharmandalarcha taslim bo'lamdiq. Qani, o'ylanglar qarindoshlar. Ketimiz deydiganlar kelsin. Yo'l ochiq, daxli qilinmaydi. Hammasi asirlab, jim yotgan bu tog' bag'rini zilzilik silib, unlik vaqirashdi. Topimiz, jazman topimiz. Gomindangdan to'ydiq. Nijotlik izlaymiz, chekinmaymiz. Qizg'ush tog' bag'ri tantanlik sadolar, qizg'in olqishlar bilan to'lqinlandi. Bu sadolarga tuman ming sadolar jo'r bo'lgandek, yiroq-yiroqlarda uning aks sadolari gurildaydi. Qism yo'lga chiqib, kun o'ltiray degan mezgilda Gomindaning 2 aeroplani bizni izlab keldi. Biz yo'g'on toshlar ostiga, kamallarga, jira ichidagi chatqonliqlarga yo'shirinib oldik. Aeroplan ustimizdan 2-3 qatim aylanib ketib qoldi. Aeroplan bizni ko'rmadi deb xotirjam bo'lgan edik. Ammo komandir tog' ustiga abarun qurishga, tosh parchalaridan istikam yasashga va uningga chava chatqonlarni sanjishga buyruq berdi. Yarim soat o'tgandan keyin bizga o'shqcha his qilingan jiddiylikning sababini tushundik. Gomindan qo'shunining maytog'dan chiqqan 2 rotasi bizni qo'g'lab, po'po'ga yugurib kelyotdi. Ko'z bog'lanay deb qolgan chog' edi. Mudofaa turgan qism uchun o'zidan bir hassa ustun askariy kuch hech gap emas, dedi Saytaxon durbunni ko'zdan ilib. Oldi bilan oldida kelayotgan otliqlarni aytinglar. Otliqlar komandirlar edi. Ochiqchilikda oldinga kelib bergan dushmanni etish, otqandimi zoya qilmay etish noiti ko'ngillik. Biroqla o'q uzdik. Pilotlarimiz sayrab ketdi. Bizda 9 dona pilot bor edi. Oldidikilari yiqilishga boshladi. Keyindikilari o'zini o'ngishilishga ulgurmayla Saytaxon atakaga o'tishga buyruq berdi. Qiqas cho'qqan bilan abarundan chiqdik. Ularning bizni qo'g'lab kelayotganligi o'ziga ayon bo'lsa-mu, qaysido birining o'g'irlar kepti degan so'zi bilan tanglab Petrov qechishga boshladi. Qo'g'lab yurib qirdik. Ular hujumda gal bo'lgan bilan qechishda ishtik ekan.
Terik qalğanlary qeçip bizni yetkizmey qo'ydi. Saytaxon, vay isit, bir vozvot atliq askarim bolsa, qo'ymay qirib tashlaydim-da, deb titit bo'lib ketdi. Ikki jangchi Gomindanning maytag'ini qo'g'dayotgan qismlarining bosh komandirini haydab keldi. Bu chaq ko'z bog'lanib qolgan chaq bo'lg'achqa, Saytaxon tapanchasining uchi bilan uning ko'ziga tushirib olgan shapkasini keyniga surib qo'yib, "Bosh komandir, meni tunigansiz?" dedi. U Saytaxonni ko'rib cho'chib ketdi. "Qayringizga atay." Saytaxonning tapanchasi uning burnining uchiga terilgan edi. U qapqin turib, "Harbiy qonunda yuqori darajalik ofitserlar asirga tushsa atmaydi. Sen bilmaydingmi?" dedi u terikib. "Mening qonunimda atidi", dedi Saytaxon ochiq kulimsirab. "Men o'g'rilarning biri tursam, harbiy qonunni bilamdiman." Baş komandir öz qo'l ostidagi quldek yurgan bir odamning mana endi o'zini ahmoq qilib o'ynatyotganligidan terikib, chichangishib ketdi. Shuning bilan tang Saytaxonning tapanchasidan uzilgan ikki pay o'q uni yerga yiqitdi. Saytaxon darhol yurishga buyruq berdi. Dushmandan o'ljilingan qurol, o'q dorilarni 2-3 atqa ortib, kechlab yurib ketdi. U dammo olmagan, qo'saqqimi bir nima yemagan o'z qismini ildomlik bilan yurishga dalolat qilib, sapning o'ttirsa ketib boradi. Butun tun bo'yi oraliqda faqat 10 minutla to'xtab dam olgan qism shamoldek tez ilgirlab tong bilan tang tog' orasidagi bir mo'ng'ul butxonasiga yetib keldi. Butxonning lamisi bizni qizg'in qarshi oldi. U bizning nijotlik izlab otlanganligimizdan ta'sirlanib, bizga 50 ot, 10 egar to'qim, 20 qo'y sovg'a qildi. 5-6 qo'yni so'ydiqda pishirishqimi ulgurmay, charaslab yenayotgan o'tlar qaqlab kavob qilib yedik. Mo'ng'ul yoshlaridan 10 nachisi bizga otlari bilan qo'shildi. Shuning bilan ofitserlar, bir qism jangchilar otliq bo'lib qoldik. Komandirimiz 2 kun uyqusizligimiz, to'xtamay yo'l yurganligimizga qaramay bizni yana yurishga boshladi. Butxona lamisi va mo'ng'ul charvashlar uztib qoldi. 3 otliq jangchi amdi oldimizda. Bizdan uzab mangdigan bo'ldi. 50-60 kishi otliq bo'lsaqmi, baribir piyodalar bilan tang mangatdik. Shu topda bizga eng ig'ir kelayotgani uyqu edi. Kishi herib charchashqimi, ochliqmi bardoshlik bera oladi ekan. Biroq uyquga bardoshlik berish intayin tez ekan. Bir necha komandir jangchilar uxlab qilib, ot ustidan yiqilib tushdi. Mundaq chog'larda yiqilg'uchining azobiga qaramay, uning palaqlab yiqilishi va o'ndirishiga kishining kulgisi keladi ekan. Oldimizda ketgan 3 otliq jangchimizning birisi xush xabar elib keldi. "Janobiy komandir", Saytaxon kulvatdi. "Tuz gap qil, yo'ldosh komandir", dedi u o'zimi kulib. Oldimizda Ulug'joy degan qozoqlar o'ltiraqlashgan joy bor ekan. Ularning oqsoqili bizni qarshi oldiganligini bildirdi. Bizni kutilishga tayyorlik qilib, qo'ylarni so'yib "Burun biz bir yerga borsak, xalq qanday qarshi oladi?" dedi Saytaxon jiddiy holda. U endi chaqmoqdek javob berdi. "Xalq qarshi olmaydi, bizdan qochadi, yo narsalarni tiqatdi, yo'ldosh komandir. Hozirchu, hozir bosgan yo'limizni xalq olqishlayotidi. Hatto yeyotgan nonlarni mo beryotidi. Yaraysan." Atrofdagilarning hammasi kulishib ketdi. Ulug'joyga yetib kelganda bizga eng dastlab yiqimliq bo'lib tuyulgani dimoqqa urilgan sho'rpaning mazalik purqi bo'ldi. Og'zimizga seriq suv keldi. Bir necha cho'ng qozonlarda go'sht qaynayotgan ekan. Shodlik yig'ib turgan ko'zlar, tabassum jilvalangan yuzlar bizni qarshi oldi. Yerliklarning oqsoqili 40-45 yoshlar chamisidagi qizil yuzlik, qoshliq, o'tkir ko'zlik, gavdlik Nurpay degan kishi ekan. Nurpay komandir Saytaxon, muavin komandir Niyoz va boshqalar bilan qizg'in ko'rishdi. Shuncha nurg'un odamning oldiga dasturxon silib, tavada qizirib pishgan non, siriq moy va qurtlarni qo'ydi. Avval choy ichdik, ondan mazza qilib go'sht yedik, sho'rpa ichdik. Bu bir necha kunlik ig'ir harbiy yurishdan keyingi erkin bahuzur tamoqlanish edi. Badallarimiz bo'shashdi, ko'zlarimizni uyqu bosdi, kirildik, esnashga boshladik. Bular sizmi, komandirimiz albatta bizning uyqusizligimizni obdan biladi. U bir necha o'ringa postlarni qo'yib bo'lib, jangchilarga uxlashni buyurdi. O'zimi uxlash uchun bir kigiz uyga kirib ketdi. Abduqodir hikoyasini to'xtatib tamaki yo'gidida
tutash turib bir necha qitim kayni-kaynidan sho'ridi. Anglovchilarningmi hozir uxlash mezgili edi. Kech kirsila yurish boshlanadi. Lekin hikoya vaqaligi ulardan uyquni tamoman qochiribdi. U hikoyasini davom qildi. Biz uyqudan tursak, uyquning gapini qilma, adosh, dedi anglovchilardan birisi chaqchaq qilib. Xumori tatliq nimani odamning esiga soldi ekansan? Ma'qul, dedi Abduqodir. Uyqu keltirmaydigan yerini so'zlay. Shunda qilib qozonlarda yana go'sht qaynayotibdi. Nurpay bilan komandirimiz paranglashib o'ltiribdi. Nurpayning bom ovozi anglandi. Shing'issay, Gomindan bilan ko'p ilishdim. Meni tutishqimi ko'p qitim keldi. Tutuq bermedim. Lekin cho'ngroq ish qila olmadim. Uning o'tkir ko'zlari yinishqa boshladi. Mana ili iniqlabchilari cho'ng ish qildi. Gomindanning jajisini beryotidi. Men qilgan ishlarimni o'ylasam, yig'ib kelganda yolg'iz boturlik qilibdiman, meningcha. U o'tkir ko'zlarini Saytaxonga tikib, yo'g'on qo'lini uning mursi qo'ydi. Sizning bu yurishing ulug' yurish. Tog'da yo'lbosmi yashaydi, toshqanmi yashaydi. Toshqandek qo'rqib yashagandan ko'ra, yo'lbosdek o'rkirib o'lganming a'lo. U sal to'xtab ovozini o'zgartib dedi. Xo'sh, sen qandoq maqmoqchisan? Tog' bilan? Hey, bu qiyin. Munu tog'ni ishib, qosh beshig'i tushsang, ili iniqlabchilarini topmiz emasmi? 5-oydan keyin bo'lsa bu bo'ladi. Ham yaqin, ham xatarsiz yo'l edi. Biroq hozir texi qor ketmedi. Chorvachilarmi toqqa kelmedi. Saytaxon o'ylaganlarini aytdi. Bo'rtongida Gomindanning bir eskadron harbiy kuchi bor. Bu eskadronning otlarimi, ega to'qimlarimi xil. Shuni qo'lga tushirib, tog' ishni o'ylayapman. Qo'lga tushirgan taqdirdimi, dedi Nurpay qiyinchilik, to'solg'ularni bir-birlab so'zlab. Birinchidan, qorliq yo'l uzun. Qor otning qorniga keladi. Ba'zi yerlarda cho'kibmi ketadi. Ikkinchidan, il yo'q. Ozuqliqdan yetib qopishdan qiynalib qolasizlar. Texi judun boshlanib qolsa, butunlay qayrilib ketisizlar. Uchinchidan, agar aeroplan bilan qo'g'lab qolsa, mo'kinishga ulgurolmay qolasizlar. Saytaxon ko'zini bir nuqtaga tikkinicha o'ylanib qoldi. So'g'uq tog' shamili uning yuziga yangnidek sanchilatdi. Lekin u buni tuymaydi. Qismning hayoti, qaysi yo'l bilan yurish kerakligi uning butun es yodini chulg'ib olgan edi. U birdilla aql topgandek bir qarorga keldi-da, Nurpayga ittik qaradi. Xatarlik bo'lsa-mu, o'y bilan mangayli. Durust, aqli bo'lib, deti bo'lmas bekor. Nurpayning qizil yuzi nurlandi. Bu yo'l to'g'ri yo'l. Endi menish nishoninglarni ko'rsatib beray. Kuytung bilan Yansxay orliqini bosib, o'yga tushinglar. Shimolni yoqlab, Chapayzining o'ng tarafi bilan mengib, Ulan buloqqa yuzlaninglar. Ammo Chapayziga yaqinlashmanglar. Keganjiga tushsizlar. Ot yengushlab, so'ksuvulluq bilan mangsanglar bo'ladi. Bu yerlarda il bor. Saytaxon yurishning xaritasini sizib oldi. Bu chaqda kichik tuzlanlik jonlanib ketgan edi. Saytaxonning buyruq bilan Mo'ng'ol, qozoq yoshlari harbiy texnika o'rganayotdi. Granat tashlash, yer big'irlab yurish, chekinish, atakaga o'tish, qoral tutish, posta turish, qurollarni ishlatish mashqlari ko'rsatyotdi. Mingishqa hozirlandik. Nurpayning elidan bizga 30 dan oshiqroq yoshlar otlari bilan qo'shilgan edi. Nurpay 30 ot taqdim qildi. Bellarimizga pishiq go'sht tugishdik. Ot yetishmaganlar mingishib, hammamiz to'liq otlandik. Xayr, Nurpay og'a, dedi Saytaxon. Jinimizga jon qo'shildi. Endi bozak bo'lmaymiz. Berimiz qolsaqmi, ili iniqlabchilarni topamiz. Xayr, dedi Nurpaymo. Yurishinglar o'ngishli bo'lsin. G'alabaslarga yor bo'lsin. Saytaxon Nurpay bilan quchoqlashdi. Qash qarayganda yurish boshlandi. Cho'ng kichik, qiri yosh, quchoqdagi bolalarmi bizni uzitib qoldi. Uzun sap tuvallab tushmoqda edi. Yulduzlar yurishimizni olqishlayotgandek, oltin kirpiklarini chimchiqlatib tabassum yog'diradi. Kech sovuqi, na yo'lsiz tog' azobi qilchimi bilinmaydi. Ot tuyoqlarining toshlarga tegishidan chachrab chiqayotgan o't uchqunlari to'xtamay yonadi. Tong oldida tosh yo'lga chiqdik. Miltiq ishtiki bilan simtanab tuvruklarining ostini ko'lab, 10 netisini o'rvatdik. Yurishimizni chapsanlatib, Kiyganjiga keldik.
Bu yerdagi aholilarmo bizni qizg'in kutib oldi. Biroq 5 xurja degan yerda qisqa etishish bo'ldi. Gomindanchlar bu yerdagi aholilarni qoralandirib qo'ygan ekan. Shundoq qilib bu yerni hujum bilan oldik. Yeydig'inimiz tugagan edi. Jangchilar ozuqliq bulashqa kirishdi. Bir jangchi bir tag'ar guruchni bulab chiqqanda egisi uningga eslab olgan. Jangchi miltiqning qo'ndiqi bilan heliqi dehqonni urib, beshini yervatgan. Naq mushu ishning ustiga kelib qolgan Saytaxon, sen go'mindan askarlarning bulanchilik, zo'rliqni texicha o'zingda saqlab yuramsan, dedi-da uni etib tashladi. Bu holni ko'rgan aholilar ta'sirlanib, o'zligidan bizga 10 guruch taqdim qildi va 5 xurja kiyganchidan nurg'un yoshlar sepimizga qo'shildi. Biz kiyganchida ot yangushladik. Hammamiz to'liq otliq bo'ldik. Kechsi yo'lga chiqdik. Biroq mushu yerda muavin komandirimiz Niyoz ikki jangchini ozdirib, qechib ketganligi ma'lum bo'ldi. Saytaxon ishkilinib turmasdan ularni qo'g'lash xatarlik. Qo'g'laymiz desak, dushmanning iskandisiga tushib qolamiz. Muhimi tez yurib ketishimiz kerak, dedi jiddiy holda. 2 soat chamsi yurgandan keyin keynimizdan nurg'un otliqlarning o'pir-to'piri anglanib qoldi. Biz o'zimizni o'ngshig'icha keynimizdan, ikki yinimizdan taraslab o'q chiqdi. Bir necha jangchimiz ot ustidan g'ulab tushdi. Bu cho'qim Niyozning ishi, dedi Saytaxon. Chapayizdan qism boshlab keldida u mudofaalanishga buyruq berdi. Nolinishlar anglandi. Voyjon, qon, putum uzilib ketdi. Uchay bag'rim chuvildi. Otlardan tushib o'rin egiladik. Ot ustida o'q uzib kelayotganlarga qarshi bizmi otdik va granat tashlab ulardan besib kelishni to'sdik. Etishish kuchaydi. Behuda otmanlar, o'qni ayanglar. Saytaxonning ovozi jaranglab turadi. U qismni 3 ga bo'ldi. Birinchi bo'lak o'rinda qoldi. Ikki bo'lak o'ng so'lga burilib, 500 metrdek yurib, olg'a burilib, janub bilan shimoldan bir vaqtda hujum qilish buyrug'ini oldi. Saytaxonning yeshil belgi o'qi etildi. 3 tarafdan tangla o't ochdik va shipqab olg'a ilgirladik. Sap bo'yicha bir granat tashlab, bir ilgirlash jangi boshladik. Bu jang 2 qatim qilingandan keyin otlarning taraslagan ovozi anglandi. Dushman qochgan edi. Qo'g'lab qirib tugatmoqchi bo'ldik. Bir oz qo'g'ilgandan keyin Saytaxon yo'l qo'ymadi. Shu topda bir eskadron, hatto bir divizionni qirib tugatvatsakmi, dushman uchun hech qancha ish emas. Muhimi biz bu yerdan yiroqlab ketishimiz kerak. O'lgan 7 jangchimizni aydalarga tashlab, ustini so'ksuvul, chatqallar bilan yepib qo'ydikda 12 yardarni ot ustiga elib yo'lga chiqdik. Tong atqanda Gomindanning 2 aeroplani qo'g'lab keldi. Dasht qumliq dalida ketib baratdik. Mo'kingidek yermo yo'q edi. Aeroplanlar g'arqirab pastlab kelatdi-da, pilotdan o'q yog'diratdi, bomba tashlaydi. Yana qiyachiya ko'tarilib ketdi. Aeroplanlar kun bo'yi aram bermadi. Ikkisi ketsa, yana ikkisi kelatdi. Atsimo xuddi shundoq bo'ldi. Ammo biz minut sekundni qo'ldan bermay, bu suvsiz dashtda ulan buloqqa qarab mengiyverdik. Jangchilarimizning chiroylari oppoq oqirib, lavlari qurib ketdi. Otlarimiz oyoqlarini aran-aran olatdi. Yardarlar uchunmi bir yutum suv yo'q edi. 30 ga yaqin o'lgan odamlarimizni qansirab o'lgan yardarlarni yo'l bo'yi tashlab mingishga majbur bo'ldik. Qo'saqning ochliqidan usuzliq yomon ekan. Og'zimizga silib olgan ushoq tashlarmi usuzliqqa dal bo'la olmadi. Oldimizga ketgan 2 jangchi qaytib keldi. Suv. Ularning pildirlab qolgan ko'zlari yenib ketgan edi. Azgalga yig'ilib qolgan lay to'xtam suvni otlar bilan talishib ichdik. Keynimizdan yana otliq go'mindan qismlari qo'g'lab keldi. Ustimizda aeroplan ko'rindi. Do'ngliklarga joylashib etishdik. Hammamizdanmi ko'prak siyrilib, judab, yog'ochdek qetib qolgan Saytaxon yanala tetik edi. U ko'chma jang qilamiz, dedi buyruq qilib. Bir qismimiz qo'g'lab kelganlar bilan jang qilatdik. Yan bir qismimiz yurish qilatdik. Shu usul bilan dushmandan bargan sari yiroqlaydik. Ulan buloqqa yiqilishib qoldik. Hammamizda jonlanish paydo bo'ldi. Biroq yerib, oyoqlarini aranla yo'tkab ketib bargan otlarning yurishi tekshi emas. Saparatsiz, ilgir-keyin chechalang'o edi. Jangchilarning chiroylari shundoq o'zgarib ketganki, kishi qarsa qo'rqisi keladi. Xuddi odam emas,
balki uning ruhi ketib borgandek qiladi. Uning ustiga 50 dan oshiq yordorni ilib ketib boratdiq. Ba'zilari atda o'ltirolmag'achqa navbatlashib hapash qilishga yoki o'zimiz to'qib olgan zambillarda ilib mingishga to'g'ri keladi. Yordorlarning qiynalib ketinglar. Bizimda butun qism halok bo'lib ketmasin. Bizni etib tez ilgirlanglar degan so'zlari ko'nglimizni buzatdi. Ko'zlarimizdan issiq yosh tomchilari bulduqlaydi. Bizni mushunchlik chiqimga, o'ng'ishsizlikqa, ruhiy azobga solayotgan kishi albatta oramizdan chiqqan xoin, muavin komandirimiz Niyoz edi. Qo'rg'onning ichidan chiqqan dushman haqiqatan qo'rg'onning teshidagi dushmandan necha yomon ekan. Kunlarning birida Niyoz bilan uchrashib qolsak, uni nimami qilib o'tarmiz? Butun badanlarini qiyma-chiyma qilib o'tsakmi, dardimiz chiqilgandek emas edi. Yo'l ustida Said Axun yig'in chaqirdi. Hammamiz jam bo'ldik. Yordorlarimizni qo'shganda bizning barliq odamimiz 250 edi. Uningdan 6 rota tuzdik. Jangchilarimizning jangovarligi yo'l bo'yi dushmanning bir qancha rota skadronlarini tarmar qilganligimiz va chekindirganligimiz uchun qismimizni qo'zg'olonchilar polki deb atadik. Polik komandirligiga Said Axunni sayladik. Yurishimiz boshlandi. Qismning oldida 7 odam mangdik. Ikkimiz etimizning to'sh beg'ini tuzab keyinda qolgan edik. Oldimizdagi 5 odamimiz bir kichik jirodin o'rlab chiqishiga tatatat qilib pilimot ovozi anglandi va shuning bilan tangla 5 odamimiz yiqildi. Ikkimiz darhol yetib oldik. Jiro ichidan meni aytibtinglar, jinim qiynalib ketdi degan ovoz keldi. Biz uni ovozidan tonidik. Bu G'inining ovozi edi. Bu azobli ovoz necha qatim takrorlanib o'chdi. Said Axun biz yetib kelay deb qolgan taqqa nafratlik ko'zlari bilan bir qardida. Demak, Niyoz ulan buloqqa dushman qismini boshlab kelgan. Uning biz chizib olgan xaritidan xabari bor edi. Bu o'z polikini do'ngliklar, qirliq yerlarga o'rlashtirdi. Bizmi dushman qo'shini o'rlashgan tog'ni qo'rishib oldik. Yetishish avj oldi. Faqat ilgirlay olmadik. Oxir tadbirli komandirimiz buyruq qildi. Kuchlarimizni xuratmasligimiz kerak. Mudofaa turgan dushmanga hujum qilib, bu tog'ni tortib olish qiyin. Ko'chma jang usuli bilan yurish boshlansin. Uning ko'zlari o'tdek inib ketgan edi. Yurishimiz ko'chma jang usuli bilan yana boshlandi. Zulmatli kechalar, qonliq kunduzlar bilan to'lgan 19 sotka azobliq, ammo jangovar musofin besib, milliy armiyaning shu chotki oldingi qismi turgan joy Qizil Tuzga yetib keldik. Yo'l azobi, ig'ir kunlarimiz birdilla unutilib, hammamiz jonlanib ketdik. Aranla yer dastlab qolgan otlarimizmi shu hissiyotimizni sezgandek qadamlarini chaqqan yo'tkab ketib boradi. Ikki yinimizdagi pakar qo'mishliq chatqanliqlar orasida bizga marshib qarayotgan milliy armiyaning qaravullarini ko'rdik. Yuraklar urishqa boshladi. Hammamiz otdan tushdik. Said Axunning buyrug'i bilan qurollarimizni keynimizga, sharq tarafga qaratib qo'ydikda, qurolsizlanib tizlanib mangdik. Oldimizda ketib borgan chapdas qadamlik Said Axun kichik do'nglikda bizga qarab turgan kapitan unvonliq Mo'ng'ul komandirining oldiga yetib bordi-da, o'ng qo'lini cheksiga ilib doktat qildi. Yo'ldosh komandir, biz Gomindaning maytog'ini qo'dayotgan qismi edik. Vatan oldida, xalq oldida vijdoniy burchimizni tunib, mustabid Gomindan hokimiyati ustidan isyon ko'tardik. Nijotlik izlab, eli inqilobchilarga talpinib, 19 kun azobliq yo'l besib, keynimizdan qo'g'lab kelgan dushmanlar bilan ilishib, 244 nafar jangchi oxir bu yerga, Ozod rayoniga g'alaba bilan yetib keldik. Qo'zg'olonchilar komandiri Said Axun. Men vaqtliq inqilobiy hukumat va milliy armiya bosh qo'mondoni shtabi nomidan sizlarni qizg'in qarshi olaman. Shu so'zdan keyinla ikki komandir g'ulchini kang yeyib kelib quchoqlashdi. Bizmi milliy qism jangchilari bilan qarindoshlarcha quchoqlashdik. Hammamizning ko'z buloqlaridan issiq, muhabbatlik yosh tomchilari xuddi yomg'irdak oqdi. Biz sizlarning kelayotganliklaringlardan xabar tepib, ozuq-tulik bilan bir vozvot jangchini oldinglarga avatgan edik, dedi milliy qism komandiri mang'iziga temib tushgan yoshlarni ertib o'tib. Uchrasholmay qopsizlar, lekin sizlarning bu mushkul safaringlar milliy ozodlik inqilobiy tariximizning jangovar bir beti bo'lib qolg'usi.
Vaqtliq inqilobiy hukumat Qaysar komandirimiz Saytaxunni Milliy armiya polkovniki deb tunidi va uningga polkovnik unvoni berib, Baturluq ordeni, qolganlarimizga fidoyilik medali berdi. Xuddi Abduqodir bilan maslahat qilishib olgandek, uning hikoyasi tugishi bilanla yurish signali chilindi. Davomi bor.